Dana White'ni ko'pchilik bilsa kerak, ayniqsa bolalar, 90% bolalar biladi. Dana White kim? Dana White bu UFC Ultimate Fighting Championship generalning direktori va uni asoschisi bo'lgan, lekin uni sotib olgan boshqa kompaniyaga, katta pullarga. Mana shu odamga o'shanga o'xshagan qanaqadir shou loyiha qilgim kelyapti. U zo'r shou qilgan. MMA keyin UFC nima bo'lsa ham o'sha ikkita odamni urushtirib, bittasi g'olib, bittasi mag'lub, g'olib hamma pulni oladi degan fikrda odamlarni millionlab odamlarni o'sha e'tiborini jalb qila olgan Dana White. Men Dana White'ga o'xshab UFC qilaman demoqchi emasman. Prosta men shou qilgim keladi. Odamlarni xursand qilib, aniqlik kiritgim keladi ko'p narsalarga. Misol, O'zbekistonda tasavvur qiling, mana misol dorixona. Mana yonimizda dorixona bor ekan. Dorixona, qarochi. Xo'p, mana shu dorixonalardan juda ko'p dorixonalar bor. Lekin qaysi birida o'zi arzon narxda va rostdan ham odamlarga davolaydigan, foydali bo'ladigan dorilar sotishadi. Qaysi dorixonalarda esa faqatgina g'alati mahsulotlar uchun ochib qo'yishgan va soqqa qilishadi. Yoki qaysi brend O'zbekistonda eng yaxshi o'zining auditoriyasi uchun. Misol, Pepsi'mi, Cola'mi, Fanta'mi, Havasmi, Makromi, Korzinkami, qaysi brend o'zini har bir mijozi uchun jon kuydiradi. Yoki O'zbekistondagi eng kuchli mutaxassislar kimlar? Misol, hozir ko'payib ketdi, shaxsiy brend qilyapti, zapus kurslarni o'rgatishyapti, marketing o'rgatishyapti, uy-joy qurib sotishyapti va hamma shaxsiy brendini qilib yotibdi. Hamma o'zicha kimdir. O'zi aslida har bir odam o'zining shaxsiyati bor. Lekin puli bor odam shaxsiy brend qilyapti. Puli yo'q odam menga o'xshab tayoq ko'taribdi. Demak, nima demoqchiman bu gapim bilan? Kim o'zi rostdan mutaxassis? Agar hamma chiqib, xarizmasi borligiga qarab yoki videochilariga ko'proq pul to'laganiga qarab turib, kuchli shaxsiy brend qurib oladigan bo'lsa va uni aslida miyasida hech narsa bo'lmasa, yoki sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lmasa, insonlar aldanib qoladi. Odamlar aldanib qoladi yoki noto'g'ri odamni kuzatib, vaqtini bekor ketkazib qo'yadi va pushaymon bo'ladi. Mana shu narsani hal qilish uchun shou bo'lsa-da deyman. Ushbu shouda misol ma'lum bir soha mutaxassislar yig'iladi. Misol uchun bizlar zo'r shaxsiy brend quramiz deyotgan 5 ta shaxsiy brend bo'yicha top ekspertlarni chaqirib turib, ularga bir xil zadacha, bir xil vaqt, bir xil sharoit berish kerak va давайте это снимем, videorolik qilamiz. И потом посмотрим. G'olib esa через ovoz berish orqali topamiz. Millionlab odamlarga ko'rsatamiz. Mana hamma odam o'zini shaxsiy brend bo'yicha ekspert deb bilyapti. Mana shu 5 tasi ekspert deb bilyapti. O'zini chaqirdi ularni. Ular viza qabul qildi. Bu birinchi navbatda yaxshi narsa, что ular bu narsaga rozi bo'ldi. Ular o'zini rostdan ham kuchli deb bilyapti va ular tayyor raqobatga tayyorgarchilikni o'zi ham katta narsa, to'g'risi aytaman. Kim raqobatdan qo'rqadi? Raqobat bardosh bo'lmagan odam yoki kompaniya. Keldimi, ularga bir xil zadacha, bir xil sharoit, bir xil vaqt berildimi? Vazifasini bajardi va biz ko'ryapmiz itokka. 5 tasidan 5 tasi ham rostdan ham zo'r rezultat ko'rsatdi. Bu degani ular hammasi rostdan ham kuchli mutaxassis ekan va ular bu narsani isbotlab qo'ydi. Lekin 5 tasidan bittasi ham berilayotgan va'dalarni bajara olmadi. Значит, ular mutaxassis emas ekan. Endi qaranglar, bitta biz yana o'lchaymiz. Balkim qaysidir joyda ularda omad kelmagan, balkim qaysidir joyda ularga shart-sharoitda muammo bo'lib qolgan yoki force major qanaqadir. Yo'q, lekin harakat kam bo'lgani uchun bo'lsa yoki tajribasi kamligi uchun, bilimi kamligi uchun bo'lgan bo'lsa, пожалуйста, siz o'zingiz уже mutaxassisman demang. Siz mutaxassis emas ekansiz. Siz o'zingiz gapingizga javob bera olmaysiz. Mana shu narsani ko'rsatib chiqish. Bu narsa ko'pchilik rozi bo'lmaydi menimcha, lekin o'rtoqlar, agar auditoriya zo'r aktiv bildirib, mana shu narsani qo'llab-quvvatlasa, sponsorlar sirasi chiqadi. Bu narsani shou qilish problema emas. Prosta biz odamlarga ko'rsatib qo'yamiz. Bizdan shuncha pul olib, shuncha kurs beryapsizlar, shuncha o'zingni aqlli deb ko'rsatyapsizlar yoki shuncha uy-joy quryapman deyapsizlar, mashina sotyapsizlar, doktorman deyapsizlar, boshqa narsa. Давайте mana ko'ramiz, bir oy yoki 2 oylab vaqt beramiz ularga, zadacha beramiz yoki zadacha beramiz, bir hafta yoki bir kunda qilsa bo'ladigan rezultatlarni, itoglarni ko'rib, ular gapiga javob bera olyaptimi, yo'qmi, xulosa chiqazamiz. Agar gapiga javob bera olmayotgan bo'lsa, bo'ldi, biz ularni umuman eshitishdan, kuzatishdan to'xtaymiz. Sababi, ular bizani vaqtimizni bekor ketkazyapti, ular bizani zablуждениyaga solyapti. Unaqa odamlar kerak emas. Ular xalqni naborot miyasini zaharlab boshqa yo'lga ketkazib, vaqtini bekor tratit qiladi-da. Mana shunaqalar hozir juda ham ko'payib ketib qolgan. Nimaga? Xo'p, o'zi bozorda rostdan ham topoviy ekspert, topoviy mutaxassislar bor. Hamma yomon emas. O'sha topoviy ekspertlarni ham hamma o'quvchisi lekin topoviy bo'la olmaydi. Tushunyapsizlar? Ya'ni bitta kitob bor, bir xil kitob 10 kishiga berilsa, 10 xil odam uni har xil qabul qiladi. Hammasi ham o'sha kitobdan zo'r bilim ola olmasligi mumkin. Nimaga? Odamda har xil salohiyat bor. Shuni hisobga olgan holatda topoviy ekspertlarni ham shogirdlari topoviy mutaxassis emas, lekin ular borib har xil odamga shaxsiy brend xizmatlarini ko'rsatadi. Yoki o'sha o'qigan odamlarning o'zini shaxsiy brend har xil quradi. Bir xillar rostdan ham bunga loyiq, bir xillar loyiq emas. Bu shunaqa ideya. Endi qaranglar, brendlarni qanday solishtirsak bo'ladi. Misol, Oqtepa lavash, Evas, Korzinka, Pepsi, Cola eng populyarniy brendlar bo'ladigan bo'lsa, biz ularni sinash uchun eng katta kuch bo'lgan auditoriyadan foydalanishimiz kerak. Va bu qanaqa ishlik? Hozir kelgan ideya bo'yicha gapirib ketiraman. Misol tariqasida, Evas'ni hamma filiallari yaxshi ishlaydimi yoki Evas'da agar bitta odam narsa zakaz qilsa-yu, zakaz vaqtida kelmasa, zakaz испорченный kelsa, Evas bunga turib beradimi? Mana shunaqa test o'tkazib, biz itok chiqarsak bo'ladi. Lekin buni massiviy qilish kerak demayman. Bunaqada kompaniya bu narsaga tayyor bo'lmaydi. Bitta narsani inobatga olish kerak. Hamma ham xato qiladi. Boyaga ekspertlar holatda ham biz bu narsani inobatga oldik. Set kompaniyalar holatda buni inobatga olsa bo'ladi. Lekin bu yerga asosiy narsa katta brendlar o'zini auditoriyasiga tupurib qo'ymaganini, ularni o'ylashini, klientlarning har bittasi ularga qadrliligini bilish va agarda rostdan ham qattiq kamchilik bo'lsa, mash kamchilikni to'g'rilashga harakatda bormi yo'qligini bilish. Misol o'sha Evas'da zakaz qildi, tovar испорченный keldi. Evas nima qilardi? Zamin qilib, men bor uzr xato qilamiz desa, xato qilmagan bo'lgan taqdirda ham bu realniy kuchli
kuchli brend, chunki o'zini klientlariga berayotgan mahsulotini butun borishiga javob beryapti va bor mas'uliyatni bo'yniga oldi. Xuddi shunaqa qilib boshqa brendlarni ham solishtirib ko'rsa va ularga baho berib ko'rsa bo'ladi. Mana shunaqa kontent olish ideyalari bor. Buning uchun bizga auditoriyani katta qo'llab-quvvatlash kerak. Agar 100 ming emas, million emas, 10 million, 5 million prosmotr yig'adigan bo'lsa bitta YouTube rolik, bu juda ham katta massaga yetib borayotgan bo'ladi va albatta katta brendlar o'zini muhofazasini o'ylagan holatda o'zini yaxshilashga tushadi va bu bozorga yaxshi brendlarning ko'payishiga va bozorda yana ham sifatliroq xizmatlar, mahsulotlar, brendlar paydo bo'lishiga olib keladi.